bugun molimdaqa ko'pmas. 8 baş xolos aka. Hammasi narxlari ham zo'r, sifati ham zo'r. 16 tani o'rnini bosmas aka, mana 8 ta molim telefon qilishmasin. Buni narxga keladigan bo'lsa, narxi o'zidan ham chiroyli aka. Assalomu alaykum, hurmatli Azizbek o'zining muntazam ravishda kuzatib borayotgan hurmatli chorvalar akalar. Obunachilar, xudo xolasa mana bunday yosh, gibrid, chiroyli, ertasi bor, kelajagi bor. Yengilamiz akalar, bozordan 800 ming, 1 million arzoniga kelgan 7 kun sinovi bilan ishonchli, xudo xolasa kelajagi bor. O'smirim, buqacha yoki xunojin olaman deb yaxshi niyat qilib yurgan aka-ukalarimizga inshaalloh 14 yoshlik ukamizdan yangi partiyamiz keldi. Akalar, soniga qiziqmaysiz. Soni muhim emas deydi. Ozgina sifatli bo'ladigan erta kelajagi bor. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa yaxshilab ekranimizdan uzoqlashmay turasizlar. Biz syomkani chiroyli qilib egalarini olamiz. Manzilimizga keladigan bo'lsak, Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'idamiz. Mana bu like-ni boshida bosib turasiz. Xudo xolasa bitta like bosib qo'ying. Mehnat qadrlab, men siz uchun chiroyli qilib narx tushirishga harakat qilaman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Azbek aka. Kuydiryapti? Ha aka. Assalomu alaykum Azbek akam, dashaddiy obunachilari, hojatalarimizga ham, musofirda akalarimizga ham alohida saroyli salom aka. Bugun mollarim 8 ta, ozgina mollar manfaatli chiqadi. Bugun video zo'r bo'ladi. Like bosib, obuna bo'lib qo'ysa aka, ishonaring, mollar sensatsiya bo'ladi. Inshaalloh. Qaysi tarafdan boshlaymiz? Mana asli shu qadam boshlaylik. Hop, yemoq-ichmoqlari sinovdan o'tdimi? Ha aka, bir hafta garantiya beraman. Hop, yemoq-ichmoqlari sinovdan o'tgan. Obunachilar, xudo xolasa mana kipriklari ham oq, tuyoqlari ham oq ekan. Yaxshi holatda ekan. Yechaverasiz. Ha, yecha bitta aylantirib ko'rsatdi. O'zini ko'rsataman. Oldi ko'rib, mazza qilsa, bosh. Akalar, xudo xolasa kalla boshlari ham, holatlari ham yaxshi holatda ekan. Bitta o'zimi? Bitta o'zi. Dastlabkasi qayergacha? Dastlabkasi aka vodiy bo'ylab. Akalar, mana shu molimizni yosh oyligi 3,5 3 oylik uzunligiga xudo xolasa mana bu kalla qismlariga arqonga turmagan ekan, mana bellariga yaxshi ahamiyat berasiz. Xudo xolasa yaxshi holatda ekan. Bo'ylari 95 stretdan. Bo'ylarni o'lchab qo'y aka. Arqonga turmagan ekan. Arqonga turmagan. Videodan oldin hammasini o'lchab, so'ng 93 ta 90 chiyapti. 90 plyusga so'radi. Nech pul bu jigarim? Yaqin qilib ayting. Qo'li oshigan qo'lni bering-da. 10 million 500 ming so'mga mol nima deyapti? 10 million 500 ming so'mga otangga rahmat aka. Zo'r bo'lyapti deyapti, lekin bozordan 500 ming arzon bo'lib qoldi xolasda. Bu YouTube'ga 500 ming arzon qo'ysang bor, bozordan yaxshi bo'lib qoladi, bilasiz-a? Hop aka, bozorga ovora bo'lib borishmasin. Hop. Bozorda bo'lmay sarsan, shu Azbegiz bilan menda arzon aka. Uni 300 ming o'tib beraman. 500 ming o'tib bering boshlig'i. Baraka delasizmi? Otangga rahmat, kommentariy yozib qo'yishadi, nima deysiz? Like da tirs bosib qo'ysa 10 million so'mga baraka. Barakasini bersin, gap yo'q. Akalar, xudo xolasa 10 million so'mga xayra kami inshaalloh yana bor a? Bor aka, ozgina xayra qilib beraman. Gap yo'q. Keyingisi? Keyingisiga 2 ta mana. Hop, buni baqa surib bering. Akalar, xudo xolasa keyingisiga o'tdik. Mana ostilari. Azbek, osti qanaqa ekan? Asli bu kichkina narsaning ostiga qiziqmaslik kerak-ku, lekin baribir ko'rib qo'ygan yaxshi. Hop, yechib bering mana. Bo'ldi, oladi aka. Ikkovi jupmi? Jup ikkisi. Bo'ldi, bittasini yechaveramiz a? Bittasi. Akalar, kalla qismlari, xudo xolasa, yurish-turish, oyoq-qo'llari yaxshi holatda ekan inshaalloh. Mana, kelajagi bor. Ikki to'ygan. Buni ham bitta yechib qo'ying. Soni kam o'torimi? Mana. Keyingi ukamizda mana. Xudo xolasa obunachilar, biz saroyimizda shu gapirishni boshlagandan biznes qilishni boshlaydi. Xudo xolasa mana 14 yoshingiz nechida realmi? 14 yoshda aka. 14 yoshda, gap yo'q. Mashalloh, mana. Akalar, estonamizga, kalla qismlariga yaxshi holatda. Bo'ldi, olib kiravering. Olgan inson xudo xolasa Azizbek uka deb rahmatini aytadi. O'tgan safar ham rahmatini aytilgan. O'tgan safar necha millatda tugadi mollar? Aka, o'tgan safar molim ko'p edi.
20 minut 25 minutda tugagan. Xudo xolasa, Xudo maşallah. xolasa bugun 8 dona 10 minutda tugataman. İnşallah. Hojat ojonalarimiz duo qilib qo'ysa 10 minutda tugataman bugun. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, Xudo xolasa harakat qilib o'sib qolaversa, o'tkazib beradi 20 minut, 25 minutda. Eminni shaxsan telefon qilib, 25 minut, 30 minut bo'lganda menga telefon keldi. Mol tugagan ekan unda. Yaqinda chiqargan mollaring tugab qoldi deb telefon qilishdi. Xo'p, keyingisi ikkitami? Ikkita. Bo'ldi, kalla qismlari ham Xudo xolasa orqa, aqa-baqa suringchi. Holatlari Xudo xolasa zo'r ekan. Yo'q aka. Ha, buni ko'rsatdik-ku. Buni narxini Yo'q, aytmadi aka. narxida asosiysi, ha? Aka. Nech pul bu? Narxi chiroyliga hayolim ketib qolyapti. Unisi ham, yargisiga ham, bunga ham. Hop. Aka. Bo'ladigan senasini ayting, ha. Oldiqash tortishmaymiz. Bitta gapingizni Dangalni qo'ying. aytingchi, bugun video qo'ydingizmi? Qancha qo'yish tushunoldi. Endi har xilda. Men ulardan ham past qilib qo'yib beraman. 10 million 800 ming so'mga tilpoq odamga yana xayri bor. Barakasini bersin gap. 10 million 800 ming so'mdan Xudo xolasa xayri kami akalar. Bor. Bor. Keyingisiga mana, ha. Telefon qilsa ish bitadi, ha. Ish bitadi aka. Bo'ldi, Tilpoq ostolar ham olsin bor bo'ldi. ekan. Keyingisi akalar. Keyingisiga 10 million 800 ming 10,5 qilsangiz ham bo'laverardi. Bo'yimizga yarasha narx qilsangiz ham bo'laverardi. aka bunda adashib ketdim. 9 million 800 ming so'm. O'shanga men hayron bo'laverib, haldamiz qilyapman. Novvos qo'yyapmanmi, nima o'ylab qolyapman. 9 million 800 ming so'mga tilpoq odamga xayri bor aka. 9,5 qana endi adashib ketganingizga aybingiz bormi? Aybimni yo'qmi aka? 300 ming emas, 200 ming o'tib beray. 9,5 mi? 9 million 600 ming. 9,5 aybingiz yo'q. Bor barakatingchi. Bedasiz bildingizmi 9 million 8 10 million 800 ming narx 10 qo'yadi. million. Hozir ko'rib o'tirganingizdan обязательно aytganda qimmat qo'ydi deb. Mol aka miyalar chalka bo'lib ketyapti. Mollar orqa 9,5 ha. baraka. Barakasini bersin gap. Akalar anglashini mo'chilik bo'ladi, xudo xolasa shuning uchun ko'zlariga boshqacha nigoh bilan qaradim, keyin deb his qildilar, adashib ketganlarni his qildilar. Mana. Oh, mana shu ham o'ta to'pponcha ekan, ha. Mana kalla boshi ham akalar, xudo xolasa yaxshi holatda unaqa dal. Dunyo maqtash kerak, chunki mol o'zini o'zi maqtab turibdi akalar, mana. Hali oyog'i uzun yoki bir bachkana, bir ayda yo'q mol emas ekan, ha, xudo xolasa, gap yo'q. Buni aka yakka o'zini qo'yib beraman. Inshaalloh. Bitta o'zi nechi pul? Bitta o'zi. Mashinchading bo'ldi. Video cho'zilib ketyapti. Ha, aka cho'zilib ketyapti. 9 million so'mga tilpoq odamga yana ayri bor. Ketdi. Ha, bo'ylari 90 plisga olishadi. Hop, keyingi olib qaraymiz. Mana olasiz. Bitta o'zimi? Bitta yo'q. Mana bo'lsin. Juda bilan bor. Mana shu tipi zo'r ekan, ha. Juda ham zo'r. Akalar, xudo xolasa. Kalla boshlari ham video. Xudo xolasa yaxshi holatdagina jupagan. Bo'ylari 90 plisga olishadi. Bo'ldi, gap yo'q. O narx akalada qandosa aka. Yengil, bugun tas sotib yana yangisiga qiziqdi. Chiroyli mollarni qaydan topyapsiz, to'g'risini ayting. Aka, onachilaringizni optim olib kelganman-da, bozordan bitta, ikkita qilib tanlab olib kelaman sifatlarda. Nech pul bu? Narx akalada qandosa aka 8 million 700 mingga tilpon qilsa hojanam, bu hojanam ikkosi ham chiroylimi? 8 million 500 ming qo'yib qo'yaveram, chiroyli qilib. Narx tushib boraversin. 9 million 500, 8 million 500 bo'ladi. Barakasini bersin gap. Akalar mana 8 million 500 ming so'mga xudo xolasa holati yaxshi holatda ekan. Aka, tilla olaman deysa, plyus minisi bozgina. Endi yetishapcha bo'ladi-da. Qani keyingisi? Keyingisiga Mana yaxshi holatdagilar, ha. Akalar, xudo xolasa kalla osh, kalla qismlariga ahamiyat berib qo'yasiz. Yaxshi holatda ekan. Mana keyingisi. Keyingisi. Mana ikkosini aka obzor qilib ko'rsatay. Chiroyligina qilib, ha. Ko'rishamiz aka. Hech pulda emas bu, oshigan qo'lim bilan. Olani ochib unaqa qilib baylamasdan, mana. Kalla oshlari ham xudo xolasa yaxshi holatda. Nech pul bu? 8 million 500 ming so'mga tilpoq odamga yana xayri bor. Buni bilan qo'shib olishaverdim-da, 8 million 500 dan 4 ta bo'ladi, ha. Ajratib beraman aka. Qo'lda beringda. Hammasidan 200 ming, 300 ming qilib o'tib berdim, unda 200 ming o'tib beraman. 8 million 300 mi? 8 million 300 ming. 8 million 200 bo'pti mana. Yo 300 ga olsa olsin. 8 million 200 ga olsin.
Ketaveradimi? Ha? 8 million kelsa ketaveradimi? Ketaveradi. Barakasini Barakasi bersin, bersin. gap yo'q. Bunday qilamiz, uka. Soni 7 boshmi? 8 bor. 8 tasini bir joyga necha puldan qo'yib berasiz? Hop aka 8 tasini 71 million 500 ming so'mga telefon olamga yana ozgina. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa mobodo 8 bosh, ha? 8 tasini bir joyga olsangiz, hammasini bir joyga dastlabkasi 12 ta viloyatga bor. Hop, 70 qancha? 71 million 500 ming so'm. 71 million 500 ming so'm, ha? Ha. Mobodo, unda otangga rahmat uka deb turib, telefonni kommentariyaga yozib, like bosdim deysa, 71 million 500 ming so'mmi? Ha. 71 millionga ketaveradimi mana? Javob qilchi. 71 million so'mga aka olshaversin. Mashallah. Siz gapirasiz, men yo'q deyolmayman. O'zimda ekansiz aka. Mashallah. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, videoda xato kamchilik bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Telefon qilasiz, Azizbek kanalidan ko'rdim deysiz, xudo xolasa ish bitadigan holatda hammani chorvasiga Alloh barakasini bersin.